antibiotikni iloji boricha Rossiyada ishlab chiqarilgani yoki Germaniyada ishlab chiqarilgan haqiqiy kirib kelganlari chet eldan yaxshiroq bo'ladi. Lekin firma 2-3 barobar qimmat qo'yib, nomini o'zgartirgan bo'lsa, bunga ishonch yo'q. Shuning uchun haqiqiy ta'sir mexanizmi, haqiqiy tegishli moddasi yozilgan, misol uchun ceftriaksoni bor, boshqasi bor, amoksitsilini bor. Haqiqiy o'zini davlat tomonidan ishlab chiqarilganini bering deb ayting. O'zbekistonniki ham bo'ladi, lekin unga ko'nglingiz bo'lmaydigan bo'lsa va antibiotiklarga e'tibor bersangiz, shtrix kodi bor. Barcha hozirda antibiotiklarni sifatliligini, nazoratdan o'tganligi va qayerdan kirib kelganligini bittada biladigan shtrix kodi bor. Shu shtrix kodiga kamerani qaratib bossangiz, internetdan chiqarib beradi darhol. Agar chiqmagan holatda bu shubhali. Chiqara olmasangiz, shu dorixonadagi sizga sotgan odamning yoniga borib, yo shu yonida turgan joyda antibiotiklarni asosan xarid qilgan paytingizda shtrix kodini bir tutib, qayerda ishlab chiqarilgan, qachon kirib kelgan, shuni bir ko'rsatib yuboring deb aytasiz. Faylda chiqarib beradi. Yoki Farmanazorat saytiga kirasiz, ularni ham chiqarib beradigan, shtrix kodni yozadigan saytidagi maxsus joylari bor. Eng oson yo'li shu dorixonachidan qayerdan kirib kelganligi, mana shtrix kodni bitta tutib ko'rib, ekrandan chiqarib ko'rib olaylik desangiz, u chiqarib ko'radi. Shtrix kod pul chiqarib beradigan joy emas. Uni o'zi davlat xavfsizlik xizmatidan o'tilganini, shu DXX deb yozilgan xili bo'ladi yoki DNS deb davlat nazorat standartizatsiya shunaqa qisqartma kodlari bo'ladi. Ana shu kodlari orqali ham Farmanazoratni farmakologiya saytidan kirib, shu kodni yozib ko'rish imkoniyati ham bor. Doktor Ishchanovning Telegramdagi rasmiy kanalining belgisi mana 8 qirrali moviy yulduzchasi bor. Mana ko'rdingizmi? Mana shu bizning kanal.